biz an'anaviy cholg'u ijrochiligi bo'yicha kasbiy ijodiy imtihon topshirish uchun keldik. Men juda ham orzu qilardim talaba bo'lishni. Mana bugun yaxshi ball olib talaba bo'lishga harakat qilaman. Farg'ona davlat universitetiga katta rahmat. Mana ota-onalarga bizga tayyorlanish uchun salqin joylardan joy qilib qo'yibdi. Qolgan barchaga ham omad tilayman. Farg'ona davlat universitetida an'anaviy cholg'u yo'nalishi bo'yicha ijodiy imtihon bo'lyapti. Shu imtihonlarda hammasiga dalda bo'lib turibmiz. Omad tilaymiz. O'qishlariga kirib olishsin, yuzlari yorug' bo'lsin. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shunday sharoitlarni yaratib bergan. Mana shu universitetda faoliyat yuritayotgan rahbarlarimizga, ustozlarimizga, hammalariga kattakon rahmat. Farzandlarimiz hammalari oliy o'quv yurtlariga kirib olishsin, yorug' yuz bilan. Hammalariga omad.